Barchaga assalomu alaykum, hurmatli yurtdoshlar, bizni uzoq yaqindan kuzatib turgan akalar, ukalar va opa-singillar, do'stlarim. Kanalimizga xush kelibsiz. Bugun esa yangi o'yinga start beryapmiz. Yonimizda turgan mashina esa Glavno Priz Super sovringa qo'yilgan bu o'yinimizda akalar 1 emas, 2 emas, 3 emas sizlar uchun juda ham katta yangilik qildik. Birdaniga 10 ta mashina qo'yapmiz. 9 tasi avtosalondan. 0 probeg shot spravkalari bilan kim yutadi oshi bo'lsin. Videoni oxirigacha ko'rasiz. Dal shu videomizni shaxsan meni ukam Shohruh Abubakirov sizlarga davom ettirib, to'liq obzorini qilib, gapirib tushuntirib o'tib ketadi. Hozirda esa men sizlarga qisqa qilib tushuncha berib o'tib ketsam. Qandoq qilib bu o'yinimizda ishtirok etish uchun mana shu video ostida Telegram kanalimizni silkasini qo'yib qo'yamiz. Hamma to'liq ma'lumot Telegram kanalimizga yuklanadi. Nima uchun? Chunki tezda kartalarimiz o'zgaryapti. Shu munosabati bilan o'sha yerda to'liq ma'lumotni beramiz. Hozirda esa do'stlarim bu o'yinimizda mana senga yangilikmisan yangilik 10 ta mashina 5999 dona bilet evaziga 2000 rubl bor yo'g'i chiptamiz bahosi. Pul prizlaridan 1000 dollarlik, 500 dollarlik 10 ta konvert 20000 rubl, 10 ta konvert 15000 rubl, 60 ta konvert 5000 rubldan Glavno prizda esa mana shu Kia K5 Prestige komplektatsiyada lazer faralarda akalar 5 ключевой доступ, klimat kontrol, kruiz kontrol, podogrev rul, podogrev сиденья, kojirni сиденьяларда 2020-yil 2 litrlik объемda 150 ta ot kuchiga ega oppoq svetda qolgan mashinalarimiz ham hammasi oq svet, ya'ni 10 ta mashina akalar. Bunaqasi men o'ylayman aka-ukalarimizga juda ham ma'qul keladi. Endi mana shu yerda savol. Tojikistonlik, Qirg'izistonlik, Turkmanistonlik aka-ukalarimiz mabodo mashinani yutishsa, mana shu Sankt-Peterburgdan nalichi naqd pulini beramiz. Bu temasiga muammo yo'q do'stlar. Shuning uchun qo'rqmay ishtirok etamiz. 9 ta mashina Toshkent shahridan kim o'zbek aka-ukalarimiz yutishsa, uydagilar kelib bemalol yangi mashinalarni olib ketib, farzandlari bilan men o'ylayman mazza qilib rohatlanishadi va samый главныйsi yangi akalar 6 ta Damas bo'lyapti, 3 ta Cobalt va Glavno prizda 10-avtomobilimiz esa mana shu Kia K5 bo'ldi do'stlarim. Har biringlarga omad tilaymiz. Dal shu videoni ko'rib chiqamiz. To'liq ma'lumot akalar, yana qaytaraman. Mana shu video ostida Telegram kanalimizda bo'lyapti. Silkasini kommentariyaga ham shu video ostiga ham yuklab qo'yamiz. Barchaga omad yor bo'lsin. Startni berdik. O'z omadingizni sinab ko'ring. 2000 rubl evaziga. Glavno priz sizni kutyapti. Assalomu alaykum hurmatli obunachilar. Oybek TV kanalida sizlarni ko'rib turganimizdan bag'oyatda xursandmiz. Kamina Shohruh Abubakirov, Oybek Abubakirovning ukasi rasman katta grandioz o'yinga start berilayotganini e'lon qilib o'tmoqchiman. Bunaqasini aniq siz kutmagansiz. Demak, bizda hozir mana shu o'yinda 10 ta avtomobil qo'yilgan. E'tiborli jihati esa 9 ta mashina O'zbekistonda ko'rib turibsiz. Avtosalonning tagida turibmiz. Mana shu avtosalonga keladi yutgan odam o'zini nomiga oformiz qiladi. Shot spravkalar bilan 0 probegda hamma mashinamiz. Oxirgi pozitsiyada ko'ryapsiz, orqamda 3 ta Cobalt avtomashinasi turibdi. Bu yerda esa 6 ta Damas avtomobili. O'zbek auditoriyasiga men uchun tushuntirishni kerak yo'q. Bunday mashinalar bitta rozorni bemalol tebrata oladigan mashinalar. Do'stlar, demak savol keladi. Boshqa davlatdan bizni kanalni kuzatib turgan, ya'ni Tojikistonlik, Qirg'izistonlik va obunachilarimiz bor. Ular mashinalarni sovrinini qanday olishadi? Demak, bundan muammo yo'q. Rossiyadan turib, Sankt-Peterburgdan turib, xohlasangiz mashinani pulini dollarga pichib, xohlasangiz rublga pichib naqd olib ketishingiz mumkin. Bu taraflama umuman xavotir olishning hojati yo'q. Demak, mashinalarning ichini bir ko'rib chiqamiz. Ko'ryapsiz, avval faraga e'tibor bering. Shu qora fara, qora diski, ya'ni bu Midnight komplektatsiya Cobaltning oxirgi pozitsiyasi. Demak, do'stlar, mashina ichiga o'tirib ko'ramiz. Ko'ryapsiz, hali salafallari ham turibdi. Mashina avtomat korobkada zavoddan olib chiqib mana shu yerga tushirilib sizni kutib turgandek turibdi. Avtosalonning hidi hali ketgani ham yo'q.
Demak, mashinaga shunchaki 2000 rubl riskovat qilamiz va mana shu mashinalardan biriga nasib qilsa ega chiqishingiz hech gap emas, chunki bu o'yinda imkoniyat rosti kamiga katta. Demak, batafsil ma'lumotni esa Telegram kanalda mana shu video ostida biz biriktirib qoldiramiz havolani. Telegram kanalga o'tamiz. U yerda kartalar yangilanib turadi. Shu sababdan obuna bo'lib qo'yganingiz ma'qul. Telegram kanalga kirib, batafsil ma'lumotlarni albatta yangilik tarzda tashlab boramiz. Obuna bo'lib qo'yishni unutmang. Do'stlar, video so'ngida barchaga birdek omad tilab qolamiz. Nasib qilsa bir haftadan keyin mana shu mashinalarning g'olibini aniqlab, mana shu yerda, mana shu avtosalonni o'zida o'zim xudo xolasa hammasini topshiraman. Demak, hammaga birdek omad.